realni, ya'ni saqlanib qolingan masjid bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu joyda kirib namoz o'qib va shu yerdan 500 metr oralig'ida 7 ta masjid. Madinani qo'riqchilari shu joylarda endi turib Madinani qo'riqlashgan. Qalinligini qaranglar, yaxshi ahamiyat beradigan joyi 2 qavat, o'rtasiga mayda turpoq solingan. Bu tarafda tosh, bu tarafda tosh. Ya'ni masjidda, ya'ni 7 ta masjid. Ko'rdilarmi? Hozir 6 ta qolgan, bittasi buzib tashalgan. Menimcha yorug'lik tushsin degan ma'noda. Mana bu ham masjid. Qaranglar, sananglar 2 ta. Ko'rinadimikan? 3 ta. Hatta mana 4 ta. Mana shu tog'lar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan. Mana qaranglar, kamonchilar, nimalar qo'riqlash xizmati mana shu yerda turgan. Mazza hammaga nasib qilsin. Mana Madina. Naq umuman hech nima qoqilmagan, qaranglar. Nechinchi asr bilmayman bu endi uylar. Assalomu alaykum. Madinaga kelgansiz, lekin bu joylarni ko'rmagansiz yoki Madinaga endi kelmoqchisiz, albatta shu joylarni sayr qilishni sizlarga tavsiya qilaman. Nimaga deysizlarmi? Bu tog'ning uchida joylashgan, juda ko'pchilik olib chiqmaydi, mashaqqat talab qilinadi. Shuning uchun qiyinchiligi uchun ko'pchilik bu yerda olib chiqmaydi va ko'rsatmaydi va 3 kunlik uchun ko'pchilik ulgurmaydi ham. Biz sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumot beramiz, xato kamchiliklarimizga oldindan uzr so'raymiz. Agar ma'lumotlar bersangiz kommentariyada yozib keting. Ko'pchilik bizda podpiska bosmasdan ko'ryapti ekan. Shu 10 tarafda podpiska bor. Bosib qo'ying, mana shunaqa ishlab chiqarish bizneslarni, shu Madina shahrini birinchilardan ko'rib borasiz. Albatta yoqsa kommentariyada bor fikringizni yozib keting. Billa sayr qilgandek bo'ldim, aynalgandek bo'ldim, yo'qsa o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib ketinglar. Zo'r joylar bor, zo'r ma'lumotlar bo'lgan, qo'limizdan kelganicha qisqa va lo'nda sizlarga tushuntirib o'tamiz. Xato kamchiliklarimizga uzr so'raymiz. Videomizni boshladik. Hozir ko'rib turgan tog'laringni, ya'ni chiqib tepadan Madinani ko'rinishini qo'limizdan kelganicha ertalabda sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, 5 minutda mana shu tog'ning yarmiga chiqdik, xudo xolasa. Hop, ko'rib turibsizlar. Mana Madinani, ya'ni bu taraf Uhud, to'g'ri mana Uhud. Uhudni bilganlar biladi. Yani bitta oltin qoida bor. Toqqa chiqayotganda katta qadam emas, mayda tez chiqish kerak. Shuni ham o'zlaringiz bitta loyiha qilib olib qo'yinglar. Katta qadam tashlasalaring chiqishga qiynalasizlar. Endi tepaga chiqib ko'rsatib o'tamiz. Tepaga chiqib oldik. Mana eng ko'rib turibsizlar, tog'ning uchi. Endi bu tarafga hozir yo'l yuramiz. Sababi bu joyda qiziqarli uylar, ya'ni zdaniyalar bor ekan. Ya'ni qo'riqlash xizmati bo'lganmi? Bu bizga noma'lum. Bu tarafda uncha hali qiziqarli narsa yo'q ekan. Shuning uchun bu tarafga qarab yurishni ravo ko'rdik o'zimizga. Do'stlar, hozir mana shu joyda turdik. Endi bu tarafga yo'l olamiz. Endi qo'limizdan kelganicha ma'lumot beramiz. Bu tog'ning orqasida, ya'ni handaq kommentariyada yozib qo'yasizlar. Ana shu urush bo'lgan. Ana shu urushni tarafga ketyapmiz. Bu toshlar shu sahobalar terganmi? Undan keyin balkim boshqa odamlar terganmi? Bunisi bilan to'g'risi men to'liq ma'lumotga ega emasman. Ko'rib maza qilinglar. Lekin bitta narsani aniq bilaman. Bu joyda shu Handoq o'sha urushida Rasululloh yurgan, sahobalar yurgan, Umar ibn Hattob yurgan. Shunisi aniq. Mana qo'limizdan kelganicha sizlarga yetkazib boramiz. Mana Madina qanday chiroyli joylar. Hop. Yana bitta ma'lumotni berib o'tay. To'g'rida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda uylari, ya'ni haram masjidi. Ko'rib turibsizlar, qanday chiroyli. Uzoqdan ko'rinishi. Endi tepalarda sizlarga ma'lumotini berib o'tamiz. Imkon qadar tepalardan video qilishga harakat qilamiz.
Lekin ketdik. Hop. Ana tepadan ko'rinishi, xudo xolasa. He. Ana. He. Bu nechinchi asr bilmayman bu endi uylar. Haqa yuraylik, bu tarafgami? Yo bu tarafgami? Mayli, birinchi chafdan boshlaylikchi. Chafga chiqaylikchi, akalar. Nima dedilaring? Mana shular sahobalar qurgan bo'lishi mumkin. Endi yana bilmaymiz. Shuni ham aytib o'tgan yaxshi. Bitta mashinada ham chiqsa bo'lsa kerak. Kattaroq jipda chiqsa bo'lsa kerak. Lekin pashalari buni urib nima qilishyapti? Bismillahirrohmanirrohim. Hamma ikkita aka ham aynalab yuribdi. Mana arab tilini biladi hollar bo'lsa, bitga nima duran deb yozib qo'yilgan. Mana o'qib olasizlar. Mana Bismillahirrohmanirrohim. Mishiq ham bor ekan. Mana yerda mishiq yuribdi. Bismillahirrohmanirrohim. Naq umuman hech nima qoqilmagan qaranglar. Ajoyib joylarda turibmiz. Maşallah. Bismillahirrohmanirrohim. Mana Madina uylari. Nechinchi asrga teng bilmayman bunisini. Lekin mana sizlarga Madinani tepadan ko'rinish. Avtobuslar to'xtab turgan joy va bu taraf albatta mana o'sha Handoq urushi bo'lgan taraf. Ya'ni 7 ta masjid. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamniki Umar xullas 7 ta katta sahobani nimalari. Ya'ni bet o'sha kamonchilar joyi bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Mana ko'rib turibsizlar. Mana joyda ham ko'lanib qo'yilgan va mana joyda ham ko'lanib qo'yilgan. O'sha eski davrlardan qolgan joylar. Necha asr bo'lgan bunga, lekin bilmayman. Mana zdaniyalar. Mana akalarimiz ham duo qilishyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab va quyoshga qarab. Mana shu tarafga mana. Mana Madina. Madina tepadan bitta ko'rinishini boshdan oxirigacha ko'rsataymi? Mana sizlarga shoshilmasdan ko'rsataman mana. 2 qilib olaman. Mazza. Hammaga nasib qilsin. Mana Madina. Juda ham chiroyli joylar. Haram hududi. Baqiy qabristoni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Umar ibn Hattob, Abu Bakr Siddiqlar shu joyda va boshqa sahobalar ham. Jamiki sahoba shu joylarda. Endi men to'g'ri qanaqa joy bilmayman. Bo'sh joy turibdi. Mana endi avtobus stansiyasi. Hop, bu taraf endi Uhud taraf. Mana Uhudni bilasizlar, to'g'ri tog', ya'ni Uhud jangi bo'lib o'tgan joy. Soy bo'lgan o'sha paytda, o'sha soy tarafda, ya'ni qisqa yo'lda bekitib urush bo'lgan joylar. Mana bu nariyoqqa chiqmovdik. Nari tarafda nima bor deb qiziqqanlar uchun. Mana shunaqa qanaqadir zdaniya bor ekan. Ana sizlarga Madinaning tepadan ko'rinish. Endi xo'p, nariga zdaniyalarga o'tamiz. Uni akalarimiz turgan tarafda
ya'ni hamdoqni to'liqroq sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, yana shu yurgan yo'limizdan yuramiz. Chiqib tushish oson bo'lishi uchun. Mana chiroyli joylar. Mana qaranglar, mana o'sha kamonchilarga ham, o'sha nimalarga mo'ljallangan joylarda sahobalar mana shu yerda turishgan. Ya'ni o'sha Xandoq urushida. Bilganlar yana kommentariyada ma'lumotlarni yozib ketsalar yaxshiroq bo'ladi. Biz xato kamchilik gapirayotgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Doimgidek. Endi bilganlarim aytyapman, lekin bilmaganlar uchun bitta ma'lumot bu. Qiziqarli. Oyog'imga tosh tegdi. Alhamdulillah, boriga shukr. Shunchalik tosh teganiga. Mana qanaqa holatda qurilgan. Oddiy tosh, loyga qanaqa sement endi bo'lganmi u paytda bilmayman. Loyga aralashtirib urilgan. Buzilyotibdi. Va nechinchi asrga tenligini ham bilmayman lekin. Lekin men aniq bilaman, bitta narsani, shu toshlar o'sha 1000 yil avvalgi toshlar bo'lish kerak. Men o'zimni bilganim. Nimaga? Mana qaranglar. Yaxshilab ahamiyat beringlar. Mana shu joyni ko'rsatib o'tmabmiz. Haligini o'tga to'g'ribmiz. Ya'ni o'sha qo'riqlash xizmatiga mo'ljallangan joy bo'lgan. Endi bu yerlar hozir buzilib ketilgan, u asrlar davomida-yu. Mana qaranglar, kamonchilar, nimalar, qo'riqlash xizmati mana shu yerda turgan. Va bittan ham mabodo favqulodda birorta nima o'tsa, mana bu yerda ham qo'shimcha turilgan. Endi mana tarafda chiqib ko'rsatamiz. Endi mana zdaniyalarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Haligina misha quyruqda. Hozir endi o'sha qadimgi obidalar. Mana joy nima bo'lgan? Masjid qilib qo'yishibdi mana. Masjid. Chiqib qiblaga qarab, 2 rakat niyat qilib namoz o'qiydiganlarga joy namozlari bilan. Zo'r-ku, a? Mashalloh. Endi odamlar chiqadi, baribir xohlasa xohlashmasa bizga o'xshagan qiziqqanlar chiqadi. Hamma taraflarni ko'rsatib o'tyapmiz. Qaranglar, haqiqatan ham o'sha davrda uylar, ko'rinishlar o keyin bo'lgan ekan shekilli, temirlar qo'yib qo'yilgan ekan. Lekin mana eskiga o'xshayapti. Bunisi eskiga o'xshayapti. Quyosh chiqishini qaranglar, mashalloh. Ertalabda, bondoddayoq o'sha sizlarga chiqib video qilyapmiz. Mana shu tog'lar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan. Qanday chiroyli joylarda yuribmiz. Mashalloh. Mana Xandoq masjidi. Xo'p. Masjidda 7 ta masjid bo'lgan. Hozirgi kunda 6 tasi saqlanib qolingan. Mana shu masjidning ichining ham rasmini qo'yib qo'yaman. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidlari. Mana shu masjidlari va mana bu ham masjid. Qaranglar, sananglar, 2 ta. Ko'rinadimi ekan? Mana 3 ta. Hatta mana 4 ta. Mana 4 ta. 5-inchisi mana bu yerda buzib tashalgan joyi bor edi. Mana masjid bo'lgan 5 ta va katta masjid turgan 6 ta. Adashmasam orqasida o'sha Fatima onamiz ham masjidlari bo'lishi kerak edi. Men adashmasam mana bu uyda shekilli mana remont bo'lyapti. Bu ham bitta masjid mana. Ko'rdilaringmi? 7 ta masjidning nomini olgan Xandoq urushi bo'lgan joy mana shu joy bo'ladi. Zo'r joylar. Endi mana bu yoqqa chiqib, bu taraf nima bo'lgan endi bilmayman. Chiqib ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, o'zing kuch-quvvat bergin. O'sha aytganimda, o'sha davrlarda o'sha uylari
Qaranglar, taxta hech nima qoqilmagan va ustiga toshlar bilan terib chiqilgan. Menimcha yorug'lik tushsin degan ma'noda, endi u paytlarda svet bo'lmagan-ku. O'shanaqa ma'noda qurib qo'yilgan bo'lish kerak, adashmasam. Endi nima точно nima ma'nodaligini bilmayman. Bilganlar kommentariyada yozib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Lekin manaqa joyga kirmaganimiz ma'qul. Sababi hop, bu joylar juda xavfli turibdi. Qaranglar, mana qaranglar, juda nozik turibdi mana. Mashalloh. Zo'ra. Yaqinroqdan ham ko'rsatiladiganlarga yaqinroqdan ham ko'rsataveramiz. Eshikdan chiqaylikmi eshikchadan? Eshikchadan chiqaylik desalar, eshikchadan ham chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Voh, mashalloh. Ana. Go'zallikni qaranglar. Akalarimizdan qayergadir ketishdi o'tda. Hali aka deylardi, urushda o'shanaqa tarafga qarab ketishdi, yo'l olishdi. Ketdik, biz ham boraveramiz. Bizning vaqtimiz bemalol. Sizlar uchun harakat qilyapmiz. Ha, yana bir narsani aytib o'tdi. Bizni ko'pchilik biz podpisatsiya ko'ryapti ekan. Bosib qo'ysalaring, o'shaqa ishlab chiqarish, biznes va boshqa mana shunaqa qo'limizdan kelgancha tarixiy obidalarni birgalikda ko'rib boramiz. Mana ular nimaga qilib qo'yilgan bilmayman. O'sha paytda qandaydir zdaniyalar bo'lishi mumkin. Oftob bo'lib ketmasdan turib, tezroqda sizlarga ko'rsatib o'tishim kerak. Bu tarafga qarab biz ham yo'l olamiz. Hozir shu pastga tushib olsak bo'ldi. Mana joydan tushish bor ekan. Mashalloh. Juda ham chiroyli joylar. Oftob ko'tarilyapti. Sababi oftob ko'tarilayotganda tezroqda tushib olmasa o'ta jazirama bo'lib ketyapti. Mana qaranglar. Sahobalar yurgan joylar. Binolarni qaranglar. Bu nechinchi asrda qurilgan, lekin bilmayman. Bilganlar kommentariyada yozib qo'ysalar yaxshiroq bo'ladi. Ma'lumot o'rnida biz ham ma'lumot olib qolamiz. Ana. Ana yana hozirgi Handoq masjidi, ya'ni 7 masjid. Ko'rdilar. Hozir 6 ta qolgan. Bittasi buzib tashalgan. Kechagina tushuntirib berdim, o'sha yerda qarab yuradigan bitta bola finish deyapti, o'zi tugagan deyapti o'zi. Uni xurmo bog'larini ham ko'rsatib qo'yay. Ana. Xurmo bog'ini tepadan ko'rinishi. Ana, xurmo bog'i mana shunaqa bog' bo'ladi. Juda go'zal. Mashalloh. Hammaga kelishlik nasib qilsin. To'g'risi niyatimiz xolis. Chetda uni haligi g'orga o'xshagan joyga boramiz. Videoda uzmasdan chiroyli qilib olyapti mana Madinani yuqoridan ko'rinishi. Akalarimiz o'ng tarafga chiqishdi. Biz chap tarafga chiqaylikmi? Masjid. Har 500 metrda masjid. Mashalloh, zo'r. O'shaning uchun bu joyda ham 7 ta masjid bo'lgan. Hisoblaying olinglar. 500 metr oralig'ida 7 ta masjid. 7 masjid nomi bilan tanilgan joylar. Biz chapga qarab yurdik, gap yo'q. Akalarimiz o'ng tarafda. Ma'lumot bilsa ulardan so'rab olamiz. Ma'lumot o'rnida. 2030-yilda mana shu joylar polniy rekonstruksiya bo'ladi. Shu
pastela ko'rib turgan masjidlaring hozircha remont ketyapti. Mana shu toshlar lekin aniq o'sha sahobalarni ko'rgan toshlar. Maşallah. En uchiga chiqdi. Mana mana shu oxirgi uchi. Endi bunga chiqolmaymiz. En uchidan sizlarga bir atrofni ko'rsataymi? Yaxshilab o'rnashib olamiz. Mana. Dronda ko'rgandek bo'linglar. Hamma joyda. Tepada uylarga o'xshab yo'llar bo'lgan. Hayla, zo'ra. Maşallah. Bu qanaqa joy bilmayman lekin. Qalinligini qaranglar. Yaxshi ahamiyat beradigan joyi 2 qavat o'rtasiga mayda turpoq solingan. Bu tarafda tosh, bu tarafda tosh. Ya'ni turpoq solinishini men tushunganim, o'zim tushuncham aytib beraman. Isib ketmasligi uchun ichkari, ya'ni issiq paytda konditsioner ishtima bo'lmagan-ku. O'shani ham hisobga olib qo'yasizlar. Birinchi ichki tarafi, keyin bunday qilib o'tdek turpoq bilan solib qilishgan ekan. Eng qizig'i tog'ning ustida, shunga ham aytib berasizlar. Qiziqarli joyi shu. Tog'ning ustida bu darajada qurish. Balki Rasululloh ham shu joylarga chiqqandirlar. Mana aytdilar. Ko'rinishi. Bu tepadan ko'rinishi bu. İnşallah Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda inshaalloh ko'rishamiz. Suhbatlarni olamiz. Mana hozirgi joy, yana bir qator ko'rsatib qo'yaveraman. Xo'p. Juda ham chiroyli. Xo'p. Ketdik endi pastga tushib, pastni bitta ko'rsatamiz, keyin qaytamiz shu bilan. Sizlarga qo'limizdan kelgancha ko'rsatib o'tyapmiz. Pastga tushib endi bir qator sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Lekin shunchalik erinmasdan biz bilan sayr qilganlarga kattakon rahmat. Qo'ya masjidlardan ko'rsatib beribdilar. Remont bo'layotganligi uchun ya'ni qayta jihoz bo'layotganligi uchun albatta hech kim hozircha nima qilingan yo'q. 7 masjid nomini olgan joy mana. O'zi haqiqiy masjid mana bo'lgan mana. Mana shu masjid bo'ladi mana. Kichkinagina. Bo'ldi mana shu masjid. Endi hozir zamonlashtirib, yana ustini yopib, chiroyli qilib ko'rinishga olib kelib qo'yishyapti. Quruvchilar ishlayapti. Shunaqa gaplar. Xo'p, endi pastda ko'rsatamiz deb va'da qildik. Va'damizda turishimiz kerak. Albatta. Xo'p, birinchi mana sal teparoq qismdan ko'rsataylik-a. Keyin ichlarini tushib ko'rsatish iloji bo'lsa, tushib ko'rsataveramiz. Va maşallah. Mana. O'zi aslida men bilganim bu joydan men qisqacha hozir bolalardan ma'lumot oldim. Ya'ni o'sha Madinani qo'riqchilari shu joylarda endi turib Madinani qo'riqlashgan. Ya'ni uzoqdan dushman kelyapti, kelmayapti ma'nosida qo'riqlashgan. Lekin mana temirlar adashmasam yangi, ustunlar eski. Ko'rib turibsizlar. Mana ichkarilarni ham ko'rsatib qo'yaveramiz. Lekin ichi qiyshiq bo'lib qoladi. Mana ichki ko'rinishlari.
Hop. Balkim bo'lgandir. Keyingi asrlarda qilishgandir. Endi bilmaymiz endi aqani ma'lumotni. Hop, ko'rdik, xudo xolasa. Mana ma'lumotlarni, joylarni ko'rsatib o'tyapmiz. Hop. Mana sizlarga chiroyli joylar. O'sha qadimgi joylarda qaranglar. Juda ham chiroyli. Madinaga kelganlaringda albatta Xandoqqa kelishlaringni tavsiya qilib qolaman. Ya'ni bu yerda 7 masjid degan nom olgan. 7 masjiddan hozirgi kunda 6 tasi saqlab qolingan. Bittasi mana shu joyda, chuqurda ko'rib turgan joylaringda buzib tashlangan. Nima sabablarga ko'ra, unisi bizga noma'lum. Biz hozir ko'rib turgan masjidimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidlari, ya'ni o'sha Xandoq urushida ya'ni 300 ta musulmonlar o'sha dushmanlarga qarshi, ya'ni 3000 ta dushmanga qarshi mana shu joyda turib berishgan. Ya'ni o'sha davrdagi realni, ya'ni saqlanib qolingan masjid bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu joyda kirib namoz o'qib va shu yerdan o'sha dushmanlarga qarab, ya'ni buyruqlar berib turganlar. Ya'ni shu masjid bo'ladi. Ya'ni tepa qismlari rekonstruksiya bo'lgan, past qismlari mana saqlanib qolingan o'zini holida. Inshaalloh hammaga kelib 2 rakatdan namoz o'qib, niyatlarini, duolarini qilishlik hammaga nasib qilsin. Qaranglar, juda ham chiroyli. Mana. Va bu joyda 7 ta masjid bo'lgan, har bittalari bittadan o'sha masjid bo'lgan. Ya'ni hozir bu yerda rekonstruksiya ishlari olib borilyapti. 2030-yilgacha yangilab chiroyli joylar qo'yish markazi bo'lib qolyapti. Kelinglar, bu yerda sahobalar, o'sha kamonchilar turgan, o tepada ham ko'rib turibsizlarga ko'rinsa yaqinroq qilamiz. Bu yerda ham mana uylar, ya'ni o'sha xonadonlar bo'lgan, har xil holatlar bo'lgan. Endi bu yerda qaranglar, nimaga 6 ta bo'lgan va bittasini buzib tashlagan, unisi bizga noma'lum. Kim tarixni bilsa kommentariyada yozib ketinglar. Ko'rib turibsizlar, mana 1 Rasulullohning masjidlari 1, 2, to'g'ri ko'rib turibsizlar 3, mana ko'rib turibsizlar 4, uni orqasida 5, xullas mana masjid bilan 6 ta hozirgi kunda turibdi. Yana ibratasini adashtirib bir joyda ko'rinmay qolgan bo'lsa, uzr so'rayman. U taraflari remont bo'lyapti. Mana shu joydan mana yangi arxitektura zo'r qilib qo'yishdi. Joydan kalaskada yosh kattalarni olib chiqib ochsalaring bo'laverar ekan, deb aynalib tushib ketaverar ekan. Qaranglar, hamma kelib 2 rakatdan niyatlarni qilib, nafl namozlarni o'qib ketish hammaga nasib qilsin. Albatta Madinaga kelganlaringda shu joylarga kelish yaxshi bo'ladi. Kelsalaring o'zlaring uchun yaxshi bo'ladi. Endi hozir biz kelganimizda bu taraflar remont bo'lyapti ekan. Endi balki 2 yil, 3 yildan keyin, hozir 2025-yilda video qilyapmiz. 2 yil, 3 yildan keyin 30-yilgacha bu joylar boshdan oxirigacha ochiq bo'ladi. To'liq ma'lumotlar bo'ladi. Hozir qisqacha tushunganimizni aytib o'tdik. Qaranglar, hammaga nasib qilsin shu joylarga kelish. Mana. Ketdingmi? Mana. Alhamdulillah shu joylarga ham keldik. Hammaga kelishlik nasib qilsin. Shu joygacha ko'rgan akalar, ukalar, opa-singillar, bizda yangilar, podstasiyani bosib qo'ysangiz, mana shunaqa ishlab chiqarish, bizneslarda, yo'qsa mana shunaqa tarixiy joylarda birinchilardan ko'rib borasiz. Shunchalik kuzatganlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha deymiz. Albatta like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Xato kamchiliklarimizga uzr so'raymiz. Biz ham bandamiz, bilib-bilmay gapirib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanishlarga jo'natib qo'yinglar, ko'rib maza qilsin. Hech bo'lmasa kelgandek bo'lsin. Assalomu alaykum.